Eshitinglar mana 13-14 asrdagi Toshkent shahri mana. Ham keyinga Bosing. 14-16 asrda. Bosing kattalash. Bu 1865-yilda shunaqa. Aha. 1895 qo'shilgani. 1912, 1926, 1939, Azam ketinglar. 1959-yil, Ketinglar. 1979. Oltmish oltinchi yildan orqaga qaytdik. 66-yildan mana shu ekan-da dedi. 79. Ya yer qimirlagandan keyin. Shunaqa. 2017. Aha. Sergili yangi hayotda. Ha, yangi Toshkentga qo'shilgan. qancha gektar? 20. 20 gektar. Umumiy birinchi bosqichda 6 gektar. Savol bormi?